bo'yicha to'g'risida savol berib shahar ekologiya atrofini muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bo'limi boshlig'i Aymatov Abduraimov. Sizning yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlar to'g'risidagi PP Qirg'iziston farmoni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2022 yil 27 sentyabrda yashil bog'lar va yashil jamoat parklari barpo etish chora-tadbirlar to'g'risidagi 529 sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 26 martdagi jamoatchilik fikri asosida ishlab chiqilgan dini bog'lim loyihalarining shakllantirish va moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlash haqidagi 156 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ekologiya milliy qo'mitasi tomonidan tashkil qilingan diniy bog'lim dasturi doirasida Olmaliq shahrida Bo'ston mahallasi ishtirok etgan, to'rtta lot ishtirok etgan, o'shanda Bo'ston mahallasi ovoz yig'ish yo'nalishi bo'yicha g'olib bo'lgan. Umumiy maydoni 17 sotga tashkil qiladi. Bu yerda yashil jamoat parki barpo etiladi. Moliyalashtirish bizning milliy qo'mita tomonidan o'sha Olmaliq shahriga moslashgan daraxt turlari, keyin bu yerda kesilka deydi, bolalar o'yingohi bo'ladi, jamoat parki o'sha mahalla ijarasi oldiga qo'yilganda o'sha yerda mahalla uchun chiroyli joy bo'lib qoladi. Loyihani yutib olgan 3 yil qarab beradi. O'sha joyga 3 yildan keyin bizda tomonidan ko'riladi, agar ma'qul bo'lsa, o'sha mahallani panasiga o'tkaziladi. O'sha sug'orishi bormi, darg'alar ko'tarishi bormi, boshqa agrikultura chora-tadbirlar bormi, yo'laklar qo'yilgan, o'sha loyihada savol so'rash yo'q. Masala bo'yicha doimiy komissiyada atroflicha ko'rib chiqdik bu masala. Ekiladigan daraxt turlari, sug'orish bo'yicha masalalarni, qayerdan sug'oriladi, hammasi o'rganib chiqildi. Faqat bittagina taklif bor edi. Taklifni murojaatni Bo'ston mahallasi bu dastur bo'yicha ikkinchi marta g'olib bo'lyapti-da. Bundan oldingi yil ham g'olib bo'lgan edi. 27 sotixli maydonga yangi Bo'ston mahalla hududida ekilish kerak, bog' barpo etilishi kerak edi. Lekin u joyga hali daraxtlar to'liq ekilib bo'lgani yo'q, ya'ni sug'orishi to'liq ta'minlangani yo'q. 3 yildan keyin topshiramiz deyapsizlar-ku, to'g'rimi? 3 yildan keyin, demak keyingi yiliga biz bu narsani qabul qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz Bo'ston mahalla fuqarolari qabul qilib oladi. Lekin rais bilan gaplashganimda hali u yerga daraxtlar to'liq ekilgani yo'q, lekin ekilayotgan daraxtlar ham qisman qurib qolyapti degan murojaat aytgan. Sababi mablag' hech ajratganda ularga, lekin mablag'lar to'liq berilmagan, haqiqatdan bu yerda oxiriga yetkazilmagan. Bizni nazoratimizda turibdi. Mana bu yana davom etadi. O'sha talab qanday bo'lsa, o'sha holatga kelmaguncha bizlar tomonidan qabul qilinmaydi, mahallaga bitkazib berilmaydi. Bu o'zining yonidan bo'lsa ham yutib olgan. O'sha talabga qo'ygan loyihada bo'lgan narsani qiladi. Bu joyda bilasiz, ko'rgan bo'lsangiz, boshqa joyda bo'lmaydi. O'shalardan olib, qurollar tashlab, lekin oxiriga yetkazib, hali 50% ish ham bo'lgan yo'q, bu yerda ko'rgan bo'lsangiz. Bizlar nazoratimizda bo'ladi. Toshloq yerda shunga ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Siz endi o'sha joyda mutaxassis, bu sohani ekilayotgan daraxtlarni aynan shunga yerga moslashgan bo'lishi kerak. Chunki toshloq yerda har bir hamma daraxtlarni so'raydi. Bu boyagina ham to'g'rida taklif o'tirganimiz nazorat jiddiroq bo'lishimiz. Aynan birinchi yutilgan joyda. Bitta masala bu masala faqat bizda emas, respublikada ham
hududi ham o'zi nazorat agar o'sha narsa bo'lmayotgan bo'lsa, o'sha tashkilotga qo'ygan qo'yadi. Sizdagi vakilingiz sizga murojaat qiladi. Qo'shimcha taklif bor? Deputatlar, so'rasangiz, qo'shimcha izoh bo'lmasa, komissiya xulosasini olib eshitishimiz. Ekologiya va agrar va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi deputat Nurlanmagan. Assalomu alaykum, o'z qatnashchilari. Sizlarga xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashining ekologiya, agrar va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining Olmaliq shahar Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini hududida mening bog'im loyihasi doirasida yashil jamoat parki barpo etish to'g'risidagi masala yuzasidan xulosasini o'qib eshitiraman. Xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashi ekologiya, agrar va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining Toshkent viloyati ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi Olmaliq shahar bo'limining 2026-yil 26 maydagi 83-sonli murojaati hamda unga ilova qilingan yashil jamoat parkining joylashuv sxemasini atroflicha o'rganib chiqdik. O'rganishlar davomida quyidagilar aniqlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30 dekabrdagi 46-sonli Prezident farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 27-sentyabrdagi 529-sonli hamda 2024-yil 26-martdagi 156-sonli qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida Ekologiya milliy qo'mitasi tomonidan mening bog'im dasturi tashkil etilgan. Mazkur dastur doirasida Olmaliq shahar Bo'ston mahalla fuqarolari faollari ishtirok etib, ovoz yig'ish yakunlariga ko'ra loyihada g'olib deb topilgan. Loyihaning keyingi bosqichi amalga oshirish maqsadida Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini hududida 17 gektar yer maydonida yashil jamoat parkini barpo etish rejalashtirilgan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, ya'ni berilgan takliflarni inobatga olgan holda ekologiya, agrar va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashining 44-sessiyasida tasdiqlashiga maqsad etmoqda. Komissiya xulosasiga asosan sessiya loyihasi matnida tarqatilgan. Deputatlar ushbu qaror loyihasini huquqqa tasdiq etishimiz hozir qarshilar betaraflar qaror loyihasi hozir tasdiqlandi. Muddatni oxirgi masalamiz, ya'ni 5-masala xalq deputati Olmaliq shahar kengashiga 11-saylov okrugidan saylangan deputat Hamdam Obodmurod Qo'yishning deputatlik maqomini tugatish to'g'risida axborot beruvchi parlament deputati va masalalar bo'yicha komissiya raisi ma'qullaydi. O'zbekiston Respublikasi qonunining 2-6
hamda shahar deputatlari viloyat hukumat va shahar kengashi deputatlarining maqomi to'g'risidagi qonun talablariga asosan reglament va deputatlik maslahat masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi xalq deputatlari qonun shahar kengashiga 11-chi mustaqil saylov huquqida saylangan deputat qadam qo'llanilishning deputatlik vakolatlari o'z arizasiga ko'ra muddatidan oldin tugatilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Ushbu masalani sessiyada rivojlantirib qo'yib maslahat berishingizni so'raymiz. Asıl cümlesini koşacak bir bol. Olmasa ushbu loyihasini qo'lda aslida berishimiz lozimlar. Qarshilab deputatlar deputatlar va sessiya ishtirokchilari sessiya tartibidagi kiritilgan masalalar barchasi ko'rib chiqildi. Sessiya olib borish yuzasidan qo'shimcha takliflar bor. Agar bo'lmasa sessiya yuzasidan oldin aniqlashuv va sessiya ahvolini eshitish kerak. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi 7-chi chaqiriq Xalq deputatlari Olmazor shahar kengashining 44-sessiyasida kengashga saylangan 24 nafar deputatdan 19 nafari studiyadan 5 nafar deputat uzrli sabablarga ko'ra ishtirok etmadi. 2 nafar deputatimiz sessiya yig'ilishida kechikib ishtirok etishdi. Kvorum ta'minlandi. Sessiya ishini kengash raisi Karim Doniyor Dilmurodovich olib bordi. Sessiyada shahar kengashi deputatlari, shahar hokimi o'rinbosarlari, shahardagi tashkilot rahbarlari, shahar siyosiy partiya raislari ishtirok etishdi. Sessiya jarayonida 5 ta masala kun tartibiga kiritildi va ko'rib chiqildi. Tayyorlangan qaror loyihalari yuzasidan doimiy komissiya xulosalari tinglandi. Deputatlar tomonidan kun tartibi bo'yicha qo'shimcha takliflar bildirildi va qarorlar tasdiqlandi. Sessiya davomida reglament tartib qoidalari buzilish holatlari kuzatildi. Agar boshqa savol maktab bo'lmasa, shu bilan 7-chi chaqiriq Olmazor shahar kengashining 44-sessiyasini yopib